Yangi X kostyumchani open case qilamiz. Avvalo obzor qiladigan bo'lsak, X kostyum juda ham chiroyli yaratilgan. X kostyumchamizda shunaqa holatda o'tirishi menga Misr xudosi Aitni eslatib yuboryapti. Kilchatini ta'riflashga esa so'z ojiz. X kostyum juda ham chiroyli yaratilibdi. Hamma open case'ni 10 ming, 20 ming yoki undan ortiq UC'da boshlasa, men 3000 UC'ga ishongan holatda open case boshladim. Va X kostyumni ochib ko'rishni sizlarga maslahat beraman, chunki har bitta o'ntaligida nimadir sovg'a tushyapti. Shu keysni ochishga kimga UC kerak bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. UC servis xizmatimiz doim aloqada, tezkor va ishonchli. Hammaning reklamani yaxshilab reklamani video o'z open case haqida reklama ichiga tiqib o'tib ketdi. Ana u ultimatlarni ochsam borku, o'sha 3000 UC ga menga bitta kristalchasini berib tur yo'qol deb jo'natib yuborardi. X kostyumi case juda ham saxiylik qilib, даже X kostyumni ham shunchaki podarka qilib yubordi. O'shaning uchun ham bu case'ni ochib ko'rishni sizlarga maslahat beraman. Hech kim tan olmasa ham men tan olaman. Agar UC servisimizni sizlar rivojlantirsanglar, shu X kostyumcham to'g'ri bo'ladi, chunki sizlarning yordamingizga tegadi. Hozircha esa menga ikkinchi levelda o'zi ham yetadi. Ana yana tugadi. Like bosing, obuna bo'ling. Sizlar bilan Moni Vip bo'ldi.